Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyat Toshloq tumani Navbahorga gazabloylarimizni olib kelganmiz. Hop, bu yerga jami 2,5 mingta gazabloy hisoblashib zakaz berishgan, uydagilar, ustalar hisoblab berishgan. O'sha mana bu 7 xonani, mana kotej forma 7 xonani urib, o'sha 13 qator urib bitkazishibdi. Buni bitta ko'rsatib o'taman. Bu yoqda mana darvozaxonaga bu yoq quriladi. To'g'rida mehmonxona bor ekan. Shunga hozir olib kelyapmiz kamini. Mana shu joyga o'sha 1800 ta gazabloy ketdi shu 7 xonaga. Qolgani shu darvozaxonasi bilan to'g'rida mehmonxonasi bor ekan, katta. Shunga ketar ekan. G'ishda zo'r terib berishdi ustalar. Bu yerga kafelni kilayda ham olib kelib berganmiz. Xo'p, gazabloyimiz narxiga kelsak, 18 ming so'mdan yetkazib berganmiz bu yerga. Narxlari 18 mingdan Farg'ona ichiga yetkazib berganmiz. Kafelni kilegini ham olib kelganmiz. U ham 18 ming so'mdan olib kelganmiz. Bu yerga xo'p 100 ta kafelni kile olib kelingan 2,5 tonna. Bu 2,5 tonna 2 mingtadan 2,5 mingta g'ishgacha yetadi. Mana ichlari. Xo'p, boshdan ko'rsatsam mana terishyapti-ku. Mana ishlarni tik holatda urishyapti. Razmerlar 20-30 ga 60 gazabloyimiz razmerlari. Mana xonalar. Bloyda holatlari. Bu yerda juda ko'p shekilli xona ham. Mana xo'p, ustakalarimiz shuni joyida tushirishi bilan 6 ming so'm urishyapti ekan. Agar tayyor tushirilgan bo'lsa 5 ming so'mdan urishar ekan. Xo'p, ekranga usta nomerlarini qo'yib qo'yaman. Gazabloy kerak bo'lsa kimga? Ekranga gazabloy nomerini ham qo'yib qo'yaman. O'zimiz yetkazib beramiz. Hozirda 15 kunlik zakasimiz bor gazabloylarimizga. Kimga shunaqa gazabloy kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomerga telefon qilaverasizlar. Usta nomerini ham qo'yib qo'yamiz ekranga. Aloqaga chiqib bemalol nima savollaringiz bo'lsa so'rab javob olaverasizlar. Hozir mana bu yoqda tushirishyapti. Xo'p, bu gazabloylarimizga har bittasiga 10 kilodan oshiqroq sement tushadi. 10 kilo 400, 10,5 kilo shunaqa. Qum ham shunaqa bo'ladi. Markasi 600 D marka bo'ladi. Bu o'sha 20 kun bir oy qatigandan keyin bemalol mixqoqsiz mixni ham ko'taradi. Hozirgi holatida samarasi bemalol shu edi. Har qancha yukni ko'taradi. Ko'pchilik so'raydi, mana shu kolonnalarda quyish shartmi deb. Обязательно quyish kerak, mana joy tashab ketishgan. Chunki bu yer qimillaganda shu devolingizni yorilishini oldini oladi. Shu bu yerdan armatura chiqsa 3 qator tevasi bilan aylanadi. Shunda zanjir bo'lib bitta ushaydi. Uyda bitta zich holatda ushab turadi. Agar buni quyilmasa, bu yukni ko'targani bilan ertaga yer qimillaganda o'sha devolingizdan treshchina berib yorib ketish boshlanadi. Shuning uchun обязательно sesma kolonna quyish shart. Armatura tashab o'sha 3 qator, 4 qator sharoitingizga qarab qilish kerak. Mana shu zo'r holatda bitibdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.